Assalomu alaykum. Bizani kuzatib turgan barchaga. Xudo xolasa bugun 2026-yil 21-avgust sanasida shu yil payvand bo'lgan yana bir yangi urug'siz uzum navlarimiz natijasini ko'rsatmoqchiman. Inshaalloh bu uzum navimiz Arra 39, ya'ni Sunny Pop. Mana shu holatda payvandimiz ushlagan ko'kka qora payvand qilingan. Mana bu yerdan hamma biladi, payvand mavsumida novdalar mo'rt bo'ladi. Novdaga sal tegib ketsa, novda sinishi mumkin. Novda mustahkamlangan. Bu uzum navimiz toyfi uzumga qoraga ko'kka qora payvand qilingan. Bu uzumimiz shu yil dori sababli ajok oldi. Ajok olganidan keyin o'sishini yaxshilash maqsadida quyosh Buxoroda 50 gradus bo'lganligi sababli mana bunday soya qilib o'stirishga majbur bo'ldik. Xudo xolasa o'sishlari ajoyib. Xo'p, barglari mana shu holatda. Bu uzum navimiz nomi Arra 39. Kechki mavsum uchun adashmasam, yo erta kechki yo kechki. Mana shu mavsum uchun mana shu holatda barglari 5 qismga bo'lingan. Qirralari uchun to'mtoqroq holatda. Mana bu yosh barglari ham mana shu holatda o'sadi. Barglari Xudoga shukr yomon emas. Mana bu orqa qismi. Mana orqa qismi ham mana shu holatda. Bargning uchini qayirgan holatingizda barg oxiri mana shu yergacha yetib keladi. Mana shu holatda ham navni aniqlasa bo'ladi, qaysi nav qandayligini. Mana bu yosh barglari hali o'sishdan to'xtagani yo'q. Xudo xolasa o'sishni davom etyapti. Mana bu simcha nima maqsadda qo'yilgan deb qiziquvchilar uchun mana bunda ham bor. Mana unisida ham bor, mana shu yerda. Mana bu simni vazifasi, misol biza qanday bir dori bersak ham navimiz qanday o'sayotganini bilishimiz uchun. Misol uchun 1 sutkada qancha o'syapti, 10 soatda qancha o'syapti, 1 soatda qanday o'syapti, buni bilish mumkin. Misol uchun mana shu yerda nav shu kun ertalab qo'yilsa, ertasi kun ertalabgacha qancha o'sadi. Mana shuncha o'ssa, значит o'lchaymiz, 5 sm. Keyin o'sganini mana shu holatiga keltirib qo'yamiz, yana ko'ramiz. Xudo xolasa mana shu holatda navlarimizni barchasini qanday o'sayotganini aniqlab ketamiz. Navlarimiz asosan ostidan afu yoki amafoz berganimizdan yaxshi o'sibdi. Faqatgina misol birinchi oddiy suv beriladi, keyin suv shimiganidan keyin yana qaytib suv berilib, ariqlar to'ldirilib, araga sepib chiqiladi. Keyingi safar yetildiki, unga kaliy sepiladi. Kaliy berilgan o'g'itni hazm qilishga yordam beradi. Mana shu holatdan keyin navlarimiz 1 sutkasiga 5 sm dan to 10 sm gacha o'sdi. Mana shu ishni qilganimizdan keyin. Lekin buni asosan issiq kunlarda dozasini ko'paytirib yuborishni maslahat bermayman. Dozasi ko'payib ketsa, qayta stress bo'lib qolishi mumkin. Navimizdan ostidan mana shunday qilib 5 ta navda shakllantirilgan va 5 ta navda Xudo xohlasa qarib simigacha yetib kelgan. Hozir mana shunday o'lchak usulida tekshirganimizga navlarimiz 5 sm dan 10 sm gacha 1 sutkaga o'sibdi. Xudo xohlasa bu uzum navimizni suratlarini videoni montaj jarayonida qo'yamiz. Sizlarga ma'lumot bo'lishi uchun uzumimizni ko'rinishi Xudo xohlasa mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bochka simon bo'ladi. Keyin kishmish bo'ladi. Eng muhimi buning urug'sizligi. Hozir qo'limda turgan nav bu urug'li nav. Xudo xolasa inshaalloh bu navimiz urug'siz navlardan bo'ladi. Arra 39. Xudo xolasa bizani kuzatishni davom etinglar. Inshaalloh biz sizlarga hali bundan ham zo'r yangiliklarni qo'yishni davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.